Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun propolis masalasi foydalari haqida qisqacha ma'lumot aytib o'taman. Propolis yog'i ichak kasalliklari, ichki kasalliklar, yazva, gastrit, pankreatit, hazmsizlik, julutkadagi muammolarni hammasi uchun beriladi. Undan tashqari foydalari juda ham ko'p. Ya'ni foydasi tegadigan kasalliklar turi jenskiy kasalliklarda, endometrioz, giperplaziya, mioma, kissalarda tampon qilib qo'yilsa ham juda ham yaxshi rezultat beradi. Ya'ni matkadagi saratonga ham rezultatlari juda ham zo'r. Iste'mol qilinish tartibi: bir choy qoshiqdan bir kunda 3 mahal ovqatdan oldin iste'mol qilinadi. Ichakdagi muammolar uchun, yazvalar, ichak kalitlari, ichak saratonlari uchun. Tampon uchun bir mahal yotishdan oldin ayollarda jenskiy muammosi borlarda bir mahal tampon qilib qo'yiladi. Tibomet mahsuloti tabiiy naturalni toza mahsulot.